22 oktyabr 2025 yil soat 18:10 Mening yurtim telekanalida Qodirxon, To'g'ri yo'l serialining 10-mavsum 23-qismi namoyish etiladi. Ushbu serial allaqachon halollik, jasorat va insoniylik ramziga aylangan. Har bir yangi qism tomoshabinni nafaqat voqealar bilan hayajonga soladi, balki hayotdagi to'g'ri yo'lni tanlash haqida o'ylantiradi. Kadrlar chuqur mazmunga ega, Qodirxonning qat'iyligi ortida katta yurakli inson yashiringanini ko'ramiz. Aktyorlar ijrosi tabiiy va samimiy, har bir so'z tomoshabinni o'ziga tortadi. Sahnalar, yorug'lik, musiqa uyg'unligi serialni yanada jozibali qilgan. Eng muhimi, Qodirxon, to'g'ri yo'l kuch va adolat o'rtasidagi nozik chiziqni ko'rsatib, insonni halollikka chorlaydi. Ushbu loyiha o'zbek televideniyesining eng kuchli dramatik asarlaridan biri sifatida tomoshabinlarga chuqur ta'sir o'tkazishda davom etmoqda.